Atiklavir o'zi qanaqa dori va nima uchun ishlatiladi? Atiklavir gerpes virusini birinchi, ikkinchi va orada 3-tiplariga ta'sir qiladi. Gerpes virusining turlariga qarab har xil kasalliklar vujudga keladi. Xalq tilida labimga uchuq chiqibdi deysiz. Buni gerpesi birinchi tipi vujudga keltirsa, ikkinchi tipi jinsiy a'zolarda har xil qichishlar va achishlarni keltirib chiqazadi. Bizda esa shamollama shekilli, atiklavir ichayoraman. Да что ты, черт побери, такое несешь? Jahon sog'liqni saqlash statistikasiga ko'ra, yer yuzining 90% odami gerpes virusini tashuvchisi hisoblanadi. Chumoslar, ya'ni inson hayoti davomida bir marta bo'lsa ham bu virusga chalinadi. Atiklavir ishlashini oddiy qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, gerpes virusi organizmga kelgan mehmon va u o'zini ko'paytira boshladi. Atiklavir o'zidan o'zi ishlamaydi. Zararlangan virusli hujayrani ko'rgandagina faollashadi va virusni topib, uni ko'paya olmaydigan qilib qo'yadi. Ya'ni DNKsini buzib tashlaydi. Tushunganinglardek, atiklavir shamollash va grippda ta'sir qilmaydi. Gerpes virusini insonlarni zararlaydigan asosiy 8 ta tipi bor. Ro'yxatini olish uchun kommentariyaga gerpes so'zini yozib qoldiring, men sizga jo'natib qo'yaman.